Esinglarda bo'lsa, yilni boshida shu yili oxirigacha kimda mebeli ko'p sotilsa, o'sha xodimimizga shu do'konimizni nomidan bitta spalniy garnitur sovg'a qilamiz deb sizlarga va'da bergan edim. Esinglardami? Bu yil davomida shu Ahrorjonda ishlab chiqargan mebellari eng ko'p sotilgan mebellar ro'yxatida birinchi o'rinda turibdi ekan. Xullas, shu mebelni shu Ahrorjonga beradigan bo'ldik. Tabriklaymiz Ahrorjon. Tushunmadim, bu nima qilganingiz? Bu Ahror yaqinda kelgan bo'lsa 1 yil bo'ldi. Men 5 yildan beri oldingizdaman-ku. Buni ustiga men ham hisobotlar ko'rganman. 1 yilda meniki ko'proq sotilgan. Meni bilasan, bir ishni bejiz qilmayman. Ahrorni ham bilasan, oilaviy sharoitini ham bilasan. Yaxshi emas. 3 yil oldin xabaring bor, to'yi buzilgan. O'shanda ham mebeldi deb, oilaviy sharoiti yaxshi emasligini deb buzilgan. O'shanda ham kirib aytdim, Ahror, mana bu mebelni mendan senga sovg'a, to'yana. Shuni olgin, pul ham beraman, olgin desam, olmadi. Keyin shu yo'l bilan shu bolani yonimga ishga olishga qaror qildim. Mana oyligini oshirib berdim. Mana shu yo'l bilan mebel ham berdim. O'shanda shu mebelni senga berganimda sen olarding. Lekin u olmadi. Hamma hunaringizni olib oldim, sizdan o'tib ketdim deb o'ylabman. Adashgan ekanman. Hali sizdan o'rganadigan ko'p narsalar bor ekan ustoz.